Endi bu sohaga kirib kelganimizda, ishga berilib ketganimizdan uyga bormaganmiz. Yuraverganmiz shu ishda. Oxiri uydagilar kelib, dadam kelib olib ketgan. Bir oy, 2 oy, 3 oylab ham bormagan kunlarimiz bo'lgan. Endi ishlab yuravermay kelib damingda olib ketdi, ota-ona baribir. Assalomu alaykum Murodjon aka. Assalomu alaykum. Charchalasizmi? Rahmat, kelinglar. Hozir nonni qaysi bosqichdamiz? Hozir yasalish jarayonidamiz. Aha. Bu yasalib bo'lgandan keyin tandirga kiradi, pishib chiqish jarayoniga o'tadi. Bu o'zi qanaqa non deyiladi bu hozir? Hozir bu ramashka, gulli non. Birinchi non yapmaysiz. Necha yoshingizda boshlagansiz? 2015-yil, 15 yoshimda. Qayerda o'rgangansiz non yopishni? Shu yerda, mana shu yerda o'rganganman. Shu yerga kelib non yopib o'rganganmiz. O'zi oilaviy otangiz shu kasb bilan shug'ullanganmi yoki Dadamiz ham shu kasbda bo'lgan. ota kasb ekanda? Ha, ota kasb bo'lgan. O'zi mana shunaqa kichkina nonvoyxona ochishga qancha ketadi? Hammani har xil sharoitidan kelib chiqsangiz, $2000 ketsa kerak. Taxminan. To'liq hisoblab ko'rmaganman. O'zi umuman xarajatlar qanaqa bu sohada? Kunlik, oylik xarajatlar? Mahsulot uchun yoki umuman tandir uchun, texnik ishlar uchun Kunlik xarajat hisoblaganingizda, hozirgi kundagi biz mana shu o'zimiz ishlab turgan joydagida 1 million ishchi haqqi hammasi bo'lib shunaqa ketadi. 1 milliondan oshiq. nechta odam ishlaydi bu yerda? Hozir 2 kishi ishlaymiz, bu yoqda sherigim bilan. Ikkalamiz. Bu yoqda sherigim yopadi, non yopadi. Men ichkarida xamir qilib, zuvora qilib, non yasab beraman. Kuniga nechta non qilasiz bu yerda? 600 ta, 700 ta shunaqa ketadi. Nonlar necha puldan bo'ladi? 5000ligi, patirligi bor, patirligi 6000. O'zi asosan shu non sotiladi, ramash. Ha. Endi hamma talabi har xil. Xohlagan odam patr oladi, xohlagan odam ramashka oladi. Patr bilan ikkalasini qo'shganda 500-600 ta dedingiz-a shunda hammasi. Ha, 600 ta, 650 ta, 700 tagacha. Taxminan necha foiz shundan foyda qoladi har bitta nondan? Endi har bitta nonni hisoblab ko'rmaganmiz. Bitta kassa qilinadi bir kunlik. O'shani hisoblab chiqadi. Taxminan qancha foyda qilsa bo'ladi non oylikdan? 700 ming, 800 minggacha qoladi. Ish jarayoniga qarab, qancha ko'p qilsangiz, shuncha o'zgarib boraveradi narxi, foydasi. Asosiy klientlari shunda mahalladagi odamlar, shu mahalladagi odamlar. Magazinlar, to'ylar, unaqa narsalarga baribir kam unaqa narsalar yoki Yo'q, magazinlarga ham beriladi. Magazin dastavkalarimiz bor. shu atrofdagi magazinlarga ham dastavka qilinadi. Shu Toshkent bo'yicha-da. Bu yerda shunda ko'pdan beri bor, 10 yildan oshdi yili. 10 yildan oshdi. Qanday o'zi qiyinchiliklari, endi kelayotgan odamlarga nimalar maslahat berasiz? Qiyinchiliklari endi hamma ishda o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Asosan ko'proq uyqusi. Uyqusizlik. Bu uyqusi ko'p bo'lmaydi. Ish ko'p bo'lganidan uxlamaslikmi yoki anaqa kechqurun ish bo'lganidan? Bizda kunduzi hozir ish, ba'zi joylarda kechqurun bo'ladi. Ularda anchagina qiyinroq bizga qaraganda uyqusi. Chunki tezkor ishlashadi ular. Xo'sh, shuni taxminan kuniga necha soat uxlaysiz? O'rtacha 5 soat. Maslahat berasizmi yoshlarga shu kasbga kirib kelishsa? Endi qiziqsa, kirib kelgani yaxshi. Qiyinchilikda o'rganadi bu kasbda. Halollikda o'rganadi. Bu hozir bularga nima suryapsiz? Bunga suzma qatiq borib, o'shani chayin soda bilan shakar aralashmasi. Nima vazifani bajaradi bu? Qizartirib chiqartiradi. Qizartirib, yaltiratib chiqaradi. O'zi asosan qaysi paytlarda non yaxshi sotiladi? Ertalab, kechqurun? Ertalab kechki payt. Chunki ertalabda choyga olishadi, kechki ishdan qaytishga olishadi. Hozir ko'ryapmiz Instagramda, mediada non yeyish zarar deb chiqishyapti. Ularga qanaqa fikr bildirasiz? O'zi umuman olganda zarari unaqa yo'q. Bo'lmagan narsa bo'lsa kerak. Men o'zimning fikrim. Sovuq non degan foydaroq. Tandirdan chiqqanda issiqqina qaymoq bilan yeyish xatomi? Zarari ko'proq sovuq nonga qaraganda. Sizningcha novvoylik sohasini kelajak qanaqa deb o'ylaysiz? Novvoylik sohasida ko'p narsasi avtomatlashib ketdi hozir. Non yasaydigan apparatlar chiqib ketdi, xamir qiladigan apparat chiqib ketdi. Sekin-sekin borib avtomatlashib ketib qolmasa bo'ldi. Menimcha nonlarga talab oldingidagi emas, kamaygan oldingidagi. Masalan, 10 yil oldin boshlaganman 2015da dedingiz. Bu vaqtga qaraganda hozir talab kamroq bo'lsa kerak. Ancha kamaygan. 50% kamaygan desak bo'ladi?
Yo'q, bir 30-40% chiqsa kerak. Biz oddiy yopgan non shunaqa narsalarga kamaydi. Diyetичный non ko'paydi hozir. Sizlar nonni jub olish kerak, tof olib bo'lmaydi deyishadi. Shu gapga qanaqa qaraysiz? U menimcha bo'lmagan narsa u. Sirim deyishadi odamlar. Ha? Sizga baribir jub olgani yaxshi, to'g'rimi? Ko'proq bo'ladi. Haydi bizga ko'p olgan yaxshi baribir. Yaqinda eslasangiz, havo buzilganida somsachilarni, tandirlarni buzishganda o'tni yoqtiringizlar deb. O'shanga fikringiz qanaqa? Shu vaziyatda. Endi buzgani noto'g'ri. Endi ularni buz deb anaqa bo'lmagan bo'lsa kerak-ku. Buzgani noto'g'ri. Endi somsani bu non kunlik anaqa ehtiyojga kerak bo'ladigan narsa. Endi somsa, masalan, siz somsa yemasangiz ham kuningiz o'tadi. Endi non baribir yemasangiz anaqa-ku. Ha, bir kunda necha soat ishlaysiz o'zi? Shu soat 4da turamiz. Shunaqa paytda ozgina dam olamiz 1 soat. Shu bilan yana 8 gacha ishda. Orada 1 soat, 1,5 soat dam bo'ladi. Shu bilan shunaqa 15 soat, 12 soat. Har xil savdoga qarab. Savdo yaxshi bo'lsa ishlayveramiz. Hozir mana intervyu olayotgandik. Bitta mijozingiz kelib 34 ta non olib ketishdi. Men hayron qoldim. Zo'r. Bunaqalar ko'p har kuni bo'ladi bunaqalar. Ba'zida 1 kun, 2 kun oldin zakaz berishadi. 100 ta, 150 ta. Yaxshi. Oddiy holat-a bu demak. Ha. Ko'p bir kunda shu 4 marta, 5 marta shunaqa klient kelib turadi. Xudoga shukr, yaxshi. Nonvoylikni boshlamoqchi bo'lganlarga nima maslahat berasiz? Boshlasin, zo'r. Yaxshi kasb, halol kasb. Hunari yaxshi hunar. Bo'lmaydigan qanaqadir hunarlar, kasblar kelajagi yo'q deyishyapti internetlarda. Endi bu Xudoga shukr. Non har doim kerak bo'ladigan narsa xalqimizga. Boshlamoqchi bo'lganlar boshlasin, maslahatimiz. Yomon bo'lmaydi. Halol ishlab, yaxshi mehnat qilsa, mehnat yaxshi-da. Endi halollik bo'lib mehnatdan qochmasa bo'ldi. Xudo xolasa bu yog'i Alloh ishlarni rivojini beradi. Ertalabdan turib, vaqtdan turib Allohdan rizq so'rab halol ishlasa, hammasi to'g'ri keladi. Xatolar ish davomida to'g'rilanib, tajriba oshirib borgan sari to'g'rilanib ketiladigan narsalar. Necha yildan beri shu sohadasiz? 20 yildan oshdi. Nonvoyxona bir oyda qancha daromad qiladi? Har xil mehnatiga qarab, nonining sifatiga qarab, 10 million, 12 millionlar atrofida. Joyi yaxshi bo'lsa, noni yaxshi kelib tursa, klienti yaxshi bo'lsa, ko'proq ham. Nonda mavsum bo'ladimi? Yozda ko'proq, qishda kamroq yoki qishda ko'proq, yozda kamroq degan narsalar bo'ladimi? Bo'ladi. Masalan, yozda masalan o'zingiz ham non kam yeb qolasiz. To'g'rimi? Yozda ham issiqda odam ko'p suv ichadi, non kamroq ketadi yozda. Qishda yaxshi, non ko'proq yeyiladi va yozda shu juda isib ketgan kunlari ozgina kamayadi. O'zi bayramlarni yoki dam olish kunlarini ham aloqasi bo'ladimi nonlarga? Ha, dam olish kunlari yaxshi. Odamlar bir-birini ko'rgani boradi, kimdir ota-onasini o'rgangan odamlar 4 ta non ko'tarib boradi, xarajat qilib boradi, va bu yoniga 4 ta non qo'shib oladi. Bir non mehrni ramzi bo'lib qolganda, to'g'rimi?